Sizga gapiryapman. 1 soatdan beri orqasiga yugurib kelaman. Gapirdim, to'xtadim, baqirdim. Inson degan eshitib to'xtaydi odamda. Men sizdaqa chiroyli qizimman ko'rmaganman. Chiroyim bor ekan deb ketavermaydi eshitmasdan. Agar siz menga mana bu tegsangiz, siz dunyodagi eng baxtli inson qilaman. Eshityapsizmi meni? Nimaga jimsiz? Qo'rqib ketdingizmi? Gapirasizmi? Balkim haqiqatan gapira olmas tursiz. Yozib beraymi nimadir? Gapira olmayman. Mayli. Balki taqdirimdir. Tanishamiz siz bilan. Ketdik. Ismim Dilim. Bilasizmi, hozir siz nimaga sinab ko'rdim? Yonimga kelib olib, "Voy, chiroyli qiz ekansiz" desiz. "Ha, chota bu chiroyga o'chib ketadigan bola ekan" dedim-da, attilabdan ham sinab ko'rdim. Indamay o'tirishimni qarang, o'zim zo'rg'a dedim. Eshitmayapsiz. Oy.